Çağrımның жетілген пәйтіде менің қәп бешімға келді. Oçam tulağım çıkmaydı ha. Oçamga nim boptu? Döpegine apa, döpegine. Şuval degan çoğlarning ishiga aralashmaydigan mani kipaqa. Chiroyli bo'ptimi? Yotib qopti, gul kiyib qo'yibsizlar. Chiroyli bo'pti. Buni-chi sunnat to'yingda kiysa. Sunnat to'yimda jiyiq tuxum pishiribman degan tonlarg'u. Sunnat to'yimda nima ish chaqara qilmaysizlar? Oldirma. Tayyorligimiz bitmadi tehi. Sunnat to'yingda-chi jiyiq nima qishqirmiz. Sunnat to'yimda jiyiq mehmonlar kelsin degan gapki. Asta. Zaynabni chaqirib chiqib to'yga birga boraylik. Qana deysa? Qodir anani to'yga chaqirmabdi. Bo'pti. Bizmi bormayli? Chaqirishni o chaqirgan. Biroq Ra'noning otasi, sen Amini qachon dedimsa? Kerak yo'q. Buni chorasi o'ng'ay. Sen xotirjam bo'l. Men o'zim ham hisobini.
Sen beni kütüp bir şey turduğun nazıl çıkımın ha? Yürek durma! Ne durma! Ne durma! Yolun için durma! Ne durma! Yürek durma! Amine Haça, Rana bilen ikimizden savaklaştığı sadırsını kılıp, menin tentayligimni keçirim. Ha? Ben bir ciddi iş bilen kep kaldım. Tağamның tağısı ak oydetki Öztağ'ның körügüdün. Yıkılıp düşüp, futkolları, yüz gözleri kanığı boyulup yatıdı. Ben nemi kılışımda bilenmem, gangırapla kaldım. 70 yaştan aşkan adamdı. Bu yakın etrafı doktor hanımı yok. Eğer Rana'nın vakti bolsa, iğir köymey, doktor hanımı birge berip, keselinin cerahatlarını tenişke yardımlaşı iken. Bol kızım. Karap durmay. Berip o biçarının cerahatlarını körüp bakın. En yakışıklı doktorxanı apırınla. Doğru, doktor hanımı atansak olmaydı, bırak keç kalarınız mümkün. Ben? Oğlunuzu havlık karap durursa, buna. Doğru sandığı kene. Evet, doğru sandığı kene, doğru sandığı. Bu yer diken go. Seni mağaydı. Bula, çapsan bol bula. Oy, erip kaldınız mı neme? İtip geldik. Öyle ağır kişikeni. Ne turmandı? Yaxşımısınız? Yaxşımsız. Yoldaş sestra, siz muş ağrıqqa obdan emra bulup, aldırmay menip verin Ben aldın mangaş tura ya. Toxta. Birigi mangaylı. Makul. Oldu, şığlamağın. Asafkam, şığlamağın. Şığlama. Söyledi. Söyledi. Kelin, asfak kız. Söyledi. Siz rastlı mektepten çıkıp gettiniz mi? Aslan, kız bal degan okusununu kılıcı deydi. Hazır ne edemediniz? Şuna sen şartlayıp gidiyordu. Kuş. O kız kim o? Mevlüde degan, içeri kız. Məlimizi Dağqıba Partamxan Vatvat, onun ögey anısı boludu. Andaq olsa, ben o kızını öyünün yeniğici apırıp koyup, doğru sandığını bizden öyle ekerip, obdan bir yer uğurlaştırıp koyay. Kandatlayısız Melike alileri, ha? Yeni çak-çak kığıldırdı oku. Buldu, yakınmadım. Sizler meni evrenla, ben kadının toyuğa, asanlarla it baray. Şundak olsun, hürmetlik şahzade, hürmetlik Melike alileri, ha? Seni, sarkoş. Biz bir-birimizni şunca yaxşı görüşümüz. Lekin onun aile ahvali, kılıbatkan kesbi tüpeylidir. Aramızda qarı tütek peyda bulmakta. Rana geldi. Rana, Sofiya, yaxshi misan? Yaxshi, o'zing yaxshi. Kelinchak qani, o'zini kamida ranjib qolib chaqqan kir.
Yaxşımsınız. Rana, yaxşımsınız, yaxşımsınız. Yaxşımsınız. Rana, keling. O'tirala. Ayşem, men kechikib qoldim, meni kechir. Bak aldırashapman sen, kechikding ku. Voy, medalyon oldu, hep chiroyli ekanku, qayerdan olding? Bu koni medalyon, burundan tatib taqab kelyapti. Shundaqmisi? Ha, kızlar, hazır sandık açız iken, bizde üsteğlerini basındaydı. Kızlar, hazır sandık açız iken, bizde üsteğlerini basındaydı. Üsteğlerini basıp gelmedi. Kızlar, hazır sandık açız iken, bizde üsteğlerini basındaydı. Şun kim bas bola, kösterin açın. Barınsan kestine, Sofiyanı kestine, Rana'nı kestine. Hemen. Mana bu kelin kızımızga tayyorlagan to'ylığımız har birlariga ko'rsatmoqchi. Mana bu qizlar vakili keladi, qizlar vakili. Bana vakil keldi. Rana keldi. Rana keldi. Kızlarning vakillarime yetib keldi. Endi mallarni ko'raylik. Pakistanning yağlığıdan 3 tane, Sovetning Kashmir yağlığıdan 1 tane. Mana bu aynak usta anglikleri. Bir cüp altın halka, bir cüp altın üzük, bir tane medalyon, Şanghay'ның isil mallardan 2 kiyimlik. Şanghay'ның heleli yağlığıdan 2 tane. Hangzhou'nun işbak kelimidan 1 tane. Az olsuna qabul qilishala. To'yliqni tasımçı qaldırıptı. Xudam, to'yliğimiz az olsun qabul qilsalar, kamyalarni to'liqlab olamiz. Siz Indiya ekansiz bu? Rana, sizni qizlar saqlab turdi, mangayli. Turun. Kim to'liqqa qarshiliq bermanda, albatta. Bu yigitning tashilgan pul oz emas-ku. Rana, oy, nim bo'ldim? Xafa qopsan-ku. Yura ketaylik. Kızlar, başına çıkınlar. Merhamet, çıkınlar. Taktağla. Resma? Kızlar, kızın alıp kömürde de odamla maçına çıkmayınız. Şuralar. Çıkmama. Ayşe, çıkmama. Patamxon. Sizlar berib bundaroq gap qilib baqsizlar. Bana narsalar bilan to'yni o'tkazib olsak, keyin undarog'idan bir jup olib beraylik. Yenge, bunday kunlarni qanday o'tkazasiz? Kelinni aytib olsak, keyinchi yaxshi bo'lib ketamiz. Sizlarni ovora qildim. Kızlar, içeri değil, maşına çıkınlar. Çaptan. Çaptan maşına çıkın. Çaptan. Sofiye, rencime gel.
Mening azroq ishim bor edi. Sen ketavergin, biroq kashf o'ldirish cho'qim dag'ini. Ma'qul. Sofiya. Sofiya. Buyoq kela. Nim bo'ldi? O sizni chaqirdi. Nega bordi ekanmi? Burunqi joyga. Biroq bu yerda ishim tursa, Kashtunon bilan yigitning uyiga bilib borsangiz bo'ldi emasmi? Sen mi bağına ver? Rana'nı keşke oturuş kıyıp bilersin. Mağul etsin. Sen başına çıkma. Mağul oldu. Mağul oldu. Maaş. Rana. Neymiş toydan çıkıp geçsiz? Undaq so'rma, menga yoqmadi. To'y bo'lgan bu qiz saboqdashingizmi? Tibbiy maktabda birga o'qigan. U hozir butunlay o'zgarib ketibdi. Ota-onasi uni mal o'rnida sotdim, shunga rozi bo'libdi. Hozir jamiyatda mana shundaq ba'zi ota-onalar nomus qilmay qizlarning to'y ishini bir qatorliq soat sitiqqa aylantirib olgan. Men qodirga ichinaman. Uning mukjib qolgan bichar opasiga ishim oxirdi. Rana, sizning ko'nglingiz nima degan yaxshi? Men Qodir o'rnida sizga rahmat aytaman. Sizlarning elchi bizni uyga qachon kelmoqchi? Ati keladi. Ati Abduz akam opangiz qishiga 6-chi qatim bordi. Qaraganda opangiz meni saroliq muallim deb yaratmoqchi kerak. Yo'q. Men undaq o'ylamayman. Men opamga yana tushundiray. Siz xotirjam bo'ling. Menga ishoning. Bu kitobni singlim Urumchidan og'ish ketgan. Rahmat sizga. Singlingiz ham sizga rahmat. Shahzod bilan Malika bu yerda ekansan-ku. Meni tozim izlatdinglar. Endi keldingmi? Siz texsi uyga qaytmadingizmi? Men Mushu chaqqicha shu bichora yetim qizning ishi bilan bo'ldim. Akina, balani men ko'tara olay. Men Rana achingizning o'tir maktabda birga o'qigan saboqchi bo'laman. Bola bilan narsa kerakligingizni nima uyingizgacha olib borib beray, bo'lamdi? Rahmat sizga. Yur. U qiz chiqishcha men eshik oldida saqlab turdim. Akina. Aka, siz hech ketmabsiz-ku. Sizga yordamni deb saqlab turgandim. Bu ko'tirib olganingiz nima? Cho'ng otamning otamga yotgan oq uni. Buni siz ko'tarib qo'ydimmi? Nima jiraysiz qaqlar bu? Akina, menga ber. Men ko'tara olay. Keyin siz bilan yana ko'risha olamanmi? Biz bir shaharda tursak, nima ko'rishamaymiz? Men avangard turli mallar magazinde pürgazchik. Agar sizning bundan keyin biror ishingiz chiqib qolsa, meni shu yerdan izlasangiz bo'ladi. Men Eli. Rahmat. Eli aka. Shuning bilan mushroq bo'ldi. Eli, siz bir yaxshi qizsiz.
Ben sizden pek hoşal oldum. Bo'ldi. Jurama, bizni o'yga berib dam olaylik. Jurama. Yo'ldosh sestra, sizni uyga qaytmam. Siz keyin doktorxonaga aparmoqchi emasmidingiz? Bo'ladi, hammamiz birga to'yga boraylik. Agar sen bormaydigan bo'lsang, Qodirdan qutlanmaysan jimi? Jurama. Ocho, Anvar, apa? Bika bolam, bika. Rana ne ketdi? Birisi og'rib qapti-kan, doktorxonaga ketdi. Boyasın sıkırlıştın bir adam kaçıp kettiken. Okan ondan bir parça xatar atıptı. Sizge de hoş haber mi bak? Xo'sh xabar, o'ziga loyiq topgan o'xshamamdi. To'g'ri aytdingiz. Ürümchida o'qiyotgan tanishgan vaqti ekan. O'qishni bitirib, yozda ta'tilda qaytib keldi ekan. Rasma, bu yil uning to'yini qilib olsam, xiyli xotirjam bo'lib qolatdim. Sen chig'ingda 2 bolalik bo'ldim. U tefich bo'ytaq yuradi. Xatida bu yil to'y qilaman debdi. Bu rostilla xo'sh xabarga. Necha kundan beri sol qapig'im dika topmabdi ekan. Mushu xo'shallik tatibdi ekanmi deyman? Xoşallık. Hemen yerde toy üstüge toy. Bugün muşu yakşamının özü bile 5 parça toy bağık tapşırıp aldım. Amin Hacı bugün size acayip mi hoşallık? Vay Patamxon, jinim xo'shnam. Mushu bolalarning xo'shalligi bo'lmamdi. Men birsini tepib, maslahatlashay deb turatdim. Kaslar, birdan o'tirib chiqsizlar. Ma'qul hozir chiqay. Mavluda, sen uxlagandan tamoq qil. Birek chiqib ketmijimi, oldingmi yo'q? Ma'qul opa. Amin Hacı, xo'shallik degan kishini yoyritib o'tadi. Qarislar tilni chiroyli qilib qaplar. Nima xo'shallik bor? Kaslar, o'tkaslar. Tog'imizning xizmati bo'lsa, sirtda, uyning hamma shukasining ziminlarida. Qo'limdan keladigan ish bo'lsa, hargizmi kuchimni oyimayman. Ra'noning akasi o'ziga loyiq debdi. To'yini bu yil yozli qilib yetaylik deymiz. Rostmi? Ha. To'ylar tozimi o'ngdan ketdi. To'y deganni qancha tezroq qilsa, shuncha yaxshi. Bo'lmasa, bag'ancha ish ko'payib ketadi. Bugun Qodirning to'yi shuncha hashamatli to'y bo'ldi. Farzandlarni ko'p, qator turib ketgan mashinalar qo'y kola so'yibdi. Tog'i to'lanma oz emas. Biroq to'yni shuncha cho'ng qismi Oyshamning otasiga rozi bo'lmabdi. Mening nerede 9'unu talqıvıdak tulum bo'lsin. Anvar 17 yoshga kirib qoldi. Bu yil yoz uning sunnat to'yini qilsam bo'lmaydi. Ra'no qizning loyiqi bordi. Men sizdan hech narsani yo'shirmayman. Elchi 5 qatim keldi. Javob bermadik. Nimishqa? Cho'ng qizimizni hech bir o'ylashmaylar, kambag'al bir ish chiqib berib ekanmiz. Endi Ra'noning topgan loyig'ini anglasak, oila ahvoli, xizmati hech qaysi jihatdan ko'ngildagidek emas ekan. Eliqiz muallimi Yasin shumi ya? Siz uni tunamlar? Men uni obdan bilaman. Ba'didan kechqisi shaharlik qizlarning oqisini qatrab yuradigan u saroliqni kim bilmaydi deylar. U zodi qandag'aroq bola. Chiroy shakliga yomon emas ekan. To'rtko'cha og'zidagi sharaf taxtasiga uning sirtini chaplab qo'yibdi. Biroq Ra'noni undaq saroliqi hargizim belgili bo'lmaydi. Ra'no qiz chiroyli ham aqlli tursa, uni qo'l ilgida va obro'li oilaga to'y qilsak, andi yarishidi. To'g'ri aytdilar Patamxon. Men shundoq o'ylayman, shundoq. Biroq u ikkisining birlashganligini ko'rdim. Nima ko'rdilar? Qodirning to'yida. Birsiga o'xshatganlar. U bir kasalni doktorxonaga aketgan. Ya, ishonmasizlar, o'zi kelganda so'rab taqsizlar. Amin Hacı. Anchalar xafa ketmisizlar. Bu zamonning bolalari bag'ancha cho'nglarning gap so'zlariga kirmaydigan bo'lib ketdi. Apa, u Ra'noning o'zining ishi, uni gapni quloqsanman. Qizim, uni yaxshi niyat bilan davatidi. Sen bugun qo'nib qol. Oqshomliq akangga xat yozayotgan.
tügedi. Kelinimi ko'chirib, akvaldi. Endi sizlar damasanlar mı? Balam sizin 3 günlü bir naydı cevap attınız. Sizin öykürüp demeyin. Ma'qul. Bakma. Yaxshimisilar? Biz keldik. Qo'sha. Marhamat. O'tir. Mening tibbiy maktabda birga o'qigan salohdoshim. Buni bir ajab nima aytmoqsizmi? Hunar. Qandaqdagi adash bu? Nima qildigan-du? Disko oynayalım. Kechiring, men disko o'ynayamayman. Unda da tango oynayalım. Texnikani tutagan qizni bundaq taqinchoq bo'ladi. Siz usulni qancha yaxshi o'ynayotgansiz. Kasb usulchilarni sizga tankilamaydi ekan. Bak aşırı etdiniz. Siz bilan tanış o'ynashning o'zi bir rohat ekan. Agar ikkimiz tanishib qolsak, men sizni hamma jihatdan rozi ham baxtli qila olaman. Yo'q, unda qilma. Men ranjib qolaman. Go'zalning ranjishimi go'zalda. Ben ünalığını ötürüyde. Ne mi qilmoqchisan? Sharaf taxtidagi gadoy muallim. Bu yoq sizning nimamiz bo'ladi ekan? Bu mening sevgim. Biz qaytdik. Saralık akka. Ahir köygülüğümni bir gözetmesem. Ata, Rana qaytib keldi. Apa, Ata, qachon kelgansan? Apa,
Mijozing yo'qmi meni? Gap qila. Men sening opangmi, emasmi? Naladagi gapni qilyapsiz? Ayta. Sen nalarga berib, kimlar bilan birga yurding? Yasin ikkimiz Qadirning to'yiga bordik. Mening gapimni anglamay, uning bilan uyoq-buyoqlar berib yursang, endi men el ichida qandaqmi yuzimni ko'tarib yuraman? Senda qizim yo'q. Singlim, sana Yasin'dan başka yigit topilmadimi? Acha, sen bilmaysan. U hamma odamning hurmatiga sazovar bo'lgan yaxshi yigit. Men uni yaxshi ko'raman. O'tgan yili kuzda bir kuni doktorxonada meni Gumshi doktorxonasiga jiddiy dori olib berishga avatdi. Daryo bo'yiga keldim. Kelkin ko'rib buzib etibdi. Qizchaq, nega bormoqchi edingiz? Yaxshimisiz? Gumshi doktorxonasiga dori ekitib ko'rikdan o'tamayapman. Sal to'xtab turing. Men bir amal qilib boqay. Bir azdan keyin yomg'ir to'xtadi. Shunday qilib siz ma'lum joyga borg'icha birga maqtoq. Sizlar nega borsizlar? Bu bolani maktabga kitotaman. Bu bola palat kesilib olganmi? Shundoq. Ikki ishidlar shu kasal giribtor bo'lgan. Sizlar haqiqatan kuyimchan akukalar ekansizlar. Yo'q, bu mening muallimim. Maktabga ko'tirib olib ekvatqili 2 yil bo'ldi. Siz xeyli kon o'qituvchi ekan. Oliy maktabni bitirib kelib o'qituvchi bo'lgan. 6 yil bo'ldi. Qizchaq, qaytish vaqtingizda cho'ng yo'l bilan meni ko'rikdan o'tsangizlar optizikti bor. Rahmat. Shu chaqda uning oliy fazilatli yigit ekanligini his qilgan. Bu yil bahorning bir kuni aytganda yaxshilab qoldingizmi? Ay, oliy maktab o'quvchisi. Yana o'rganishga kirishib ketibsiz-ku. Oldi bilan doringizni ichib oling. To'g'ri. Oldi bilan doringizni ichib oling. Yasin ma'lumsiz. Sestra qiz, sizmitingiz? O'ltiring. Sanada, men har kuni kelib dars aytadigan Yasin ma'lum. Mana shu. O yaxshi ishni qilayotgan yanini sizgansizda. Yasin ma'lum. Siz haqiqatan jafodan qo'rqmaydi ekansiz. Bu qiz bu yil o'rta maktabga imtihon bermoqchi edi. Shu darsini to'xtatib qo'ysa bo'lmaydi. Qandaq bolnistdan chiqish vaqti bo'lib qolgandi. To'qirsay operatsiyasi tez saqlaydi. Yana 2 kundan keyin bolnistdan chiqsa bo'ladi. Sizlar tibbiy xodimlarning javobgarliginglarni aytimi ig'ir. Men sizlarga rahmat aytaman. Yo'q, undaq dema. O'qituvchi degan eng yaxshi bag'van, oliy sharafli xizmat. Tashqi kasallar operatsiyasi, bu kitobni sizni ko'ryapsiz. Shundoq. Operatsiyaga oid soatlarni xabardor bo'lsam, navoda o'quvchilarimiz shundoq operatsiya qilinib qolsa, sizlarga moslashishga foydasi bo'lib qolar. Shuningdan buyon, u mening ma'lum. Hammani yaxshi ko'radigan kishim bo'lib qoldi. Yiliq o'quvchi doktorxonadan chiqqandan keyin men davomli maktabga berib, uning bilan ko'rishib turadigan bo'ldim.
Şundaq qilib, Rana o yigitni yaxshi ko'rib qapti. Bu gapchi u yaxshi yigit o'xshamamdi. Axir atamni ko'ndirsizlar. Inim hada. Qara, qo'shib ketdinam, shayton. Şəhətlə Abdüzqa. Yaxşımsınız? Yaxşımsınlar, Aminaxon. Öyküslər. Ha. Vay, Fatım xan siz misiniz? Sizi saqlab sağıttırattım taza. Vaxtı dikərdiniz kelib. Saqqal kırmaq. Vay vay, sıraxatça. Bağan yaşırıp çaylı qap ketib barıladırmı? Adamı qızıl qılmay qoyuna. Ballarınız tüy çıxmayın. Qani oturun, kelib. Oturun. Vay vay. Nemi degan esli gelen bu. Bazadımı izlep tap qılınmaydıgan nəslağı bu. Vay. Bu Ali sıfatlı kelmek bu. Bu ne? Şanghay'dan aldırgan. Siz Şanghay'niki yaxşı göremsiz, Çat'anikini mi? Bana bunu şöhret, tehi yakındı, Şanghay'dan hep geldi. Bu Çat'ın kirgen muam. Vay, Çat'ın kirgen. Tek mi çaylıkken? Şonu yık bağan bolsa, apır güçlüsün, ben elim bu. Bunda kısım bolan mı? Ay, biz degen tuqqan tulsak, bir çaynak degen koaliş nemiti deysiz. Senin çayğı bakın, elim. Senin çayğı bakın. Fatem Xan, sizin yoldasınız Aminaxonlarga tuqqan kelamdi, qandaq? Shundaq. Mening yo'ldashim, sizning yo'ldashlari bilan ana bir ufquladim bo'ladi. Shundaq bo'lg'achqa, bizni Aminaxonlarga tuqqan bo'lamiz-ku, deyman. Shundaq. Fatem Xan, bugun sizni bir maslahat ish bilan chaqirtgandim. O'g'lim Shuhratning Aminaxonning qizi Ra'noga ko'z tushib qapti. Ha? Biz bilan qo'dg'inimizda bu suvimizga kelayotganlarmi? Az emas, shundaq. Biroq o'g'lim Shuhrat, o'sha Ra'no qizni olmasam, zori bo'lmaydi deb turib oldi, qaramam. Shuning sizni bir elchilik men beramdiki, degansiz. Naytim yaxshi o'ylasizlar. Sizlarga shundoq guldek chiroyli Ra'no qizni kelin bo'lishga loyiq. Ularning uyga heliq saraliq yosin degan nima elchi kirgizib oldi. Hey, bundoq saraliqlar bizga tan kelalamdi. Agar men kerak deydigan bo'lsam, o'g'lim Shuhrat osmondagi oyni olaman desam, qo'li yetadi-da, ha? Shundoq. Ana, o'g'limni kelib qoldi. Hey, unda qilmang. Fatam Xacha, dal vaqtida kelibsiz. Apa, sal turib Fatam Xachamni mening hujramga boshlab kirgina. O'g'limning sizga deydigan gapi va o'xshaydi. Ma'qul kerak. Voy, Ra'no uni o'ziga qortib olgan o'xshaydi. Men bunaqa cho'qim kafolat qilaman. Keyin qitim kelganingizda qizingiz bir juft oyoq ep beraman. Xotirjam bo'lsa, menga bunday ishni buyurishlarim shu birinchi qitim emasmi? Mayada, ana. Fatem Xan, bana somtu bilan yog'liqni elib edim. Keyin qitim sizni yana rozi qilaman. Elim, bu somtu bilan yog'liqni opirib ishlatavering.
Eğizga ağzı yoktu bir nesler bu. Rahmet. Sizge köp rahmet. Şöhret, ben geldim. Kelam. Pul degan, mana turibdi. Men butun sharni ziliga sag'idek to'y qilmasam hisob emas. Siz faqat Ranani qo'lga keltirib bersingizlar, nima deysiz shuni berma. Meni qo'lini ralla birlashma do'konning mol setib olg'isi deb kichik ko'rmang. Men texi aeroplan bilan Beijing, Shanghai, Guangzhouga berib cho'ng savdolarni qilaman. Men qo'limni shundoq bir qimirlasam, necha 100 ming ko'y u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Meni Ranani yoqtirib qolganligimni Rana o'zi uchun cho'ng baxt deb biladi. Shunda, bu Rana'nın baxti. O'tiring. O'tiring. Mana buni hozircha ishlab tashtiring. Güzellik öyle. Soğumu kan diyen yiyene koyuyor. Bu yiyene kadar yiyemeydi. Bir şey oldu da. Hazırla özü bilan 250 to'y qo'lga kirdi. Agar to'y ishi amalga eshib qolsa, yana qancha pul qo'lga kirdi ekan? Ukam uxlab qoldi. Ma, chiqib qarataga yotqizib qo'y. Hey, ma. Chaqqan chiqib kirlanib yur. Saralik yaxshi ko'rib qoldi. Qanaqa qilamiz? Nima qiladi? Uni oqsi to'y qilmoqchi. Endi sunnat to'yini qilmoqchi. Ularning hammasiga pul kerak. Ana o'zi. Sho'rani puli bilan saralik qaytarib kerak. Men hozir ularni berib chiqib, uni bilan so'zlashim. Opamza kishining eshik chivin sanmoqchi bo'pti-da. U kimning oilasidir? Ularning elchisiga apam ma'qul bo'pti. Belli, ma gapni. Apangizga ma'qul bo'libdi. O'zingizchi? Biz o'z ixtiyorligimiz bilan birlikka kelishgan. Nihoyat yaxshi bo'pti. Mana shu. Sizlarga baxt tilayman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Biringlar muallim, biringlar sestra. Men sizlarning qonun qoidalarini buzib tashlab, oddiy sodda to'y qilishda yoshlarga ulgu bo'lishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Xotirjam bo'ling. Biz cho'qim siz degandek qilamiz. Mayli. Tushdan keyin ishlamsiz? Yo'q, menga bugun bir kunlik ruxsat bergan. Sizchi? Menga bir kunlik ruxsat bergan. Bugungi bu baxtli minutlarni qanday o'tkazamiz? Rana, ot minishni bilamsiz? Chiniqishga chiqqanda o'rgangandim. Sizchi? Men yezida kichigimdan ot minib o'rgangan. Andaq bo'lsa, ikki ot topaylik. Yiroq joylarga berib, sayli qilaylik. Melike, konu qal'aga hujum qilindi. Buyruqlarga tayyorman, shahzoda.
Mana bu bizning uyimiz. Qani, marhamat, hurmatli malikam. Ha, tozimi chiroylikan. Ha, juring. Mening bu uyimda ikkimizdan boshqa hech qanday zibu-zinnat yo'q. Yo'q. Men orzu qilgan hamma narsalar bor ekan. Men Yasinning uydan kelgan elchiga ma'qul deb qo'yibdina qarslar. Ular bir-birini yoqtirib kelishibdi emasmi? Voy, talab qo'ydigan emasmi? Rasmiy nikoh qilganlarmi ajrashib ketadi-ku. Ma'qul deb qo'yganni yondirishga bo'lmandi ekan. U Yasin degan bir nima hech nimasi yo'q saraliq bir gadoy tursa, qaysi pulga to'y qila oladi? Şöhretning oilasi bo'lsa, tegi tekdidim boy. O'zi maoshliq. Uning uyida yo'g'on bir chamodonda liq puli bor emasmi? Uning ustiga Ra'no qizning oqsi bilan inisining to'y ishini o'zim qilib beraman deydi. Fatimxon, Ra'no gapolmaydigan bola bo'ldi. Amina xocha, men o'z bo'g'ach butun oilalarning g'amini yeb shundoq qilyapman. Shuhratning Ra'noni yoqtirib qolganligi kelgan bir omad. Hozir jamoatchilikdagi ishlar o'zlariga ayon. O'tgan Habibaning to'yini yarim yo'lda o'tkazib qo'yib, hozir xalqning og'zida so'z cho'chak bo'ldi. Endi Ra'noni quruq qil saraliqqa beraversinlar. Qandoq bo'ladi? Endi qandoqmi qilamiz? O'zlari yaxshiroq o'ylab baqsizlar. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Qandoq bo'lsa, Yosin degan bolaning cheyini qaytarib o'tkilib bo'ladimi? Bu tasrak ish. Biroq sizlar to'yliqni eg'irroq taslar. Ular cho'ng qilishga maqdir yetmagandan keyin o'zlari yanmay hech amali yo'q. Sizlar deb baqsizlar, men to'yliqni qanchalik salsam bo'lar? Mana bu sextingilli to'y bo'lgan Oyshamning to'yliq mollarining tizimligi ekan. Yasin bunchalar to'yliq qilishga pul chiqara oladi. Menmi shu tizimlik bo'yicha to'yliq solay. Endi buni Ra'noga qanday deymiz? Bolalarning ishiga ota-onalar igdorchilik qiladi. To'yni tezroq qilaversaklar ish bitadi emasmi? Shundaqdimi, texmi o'ngishli bo'lsin uchun biz Ra'noni jiroq bir joyga avatib o'taylik. Ondan shu fursatdan foydalanib biz Yasinni to'yliqqa qistaylik. Fatimxon, bu tizimlikni kim opritasi bo'lar? Men opritamandim, shundoq qizlar. Voy, mana. Rahmat. Men hechqanday qadaqlana. Bo'ldi, qayt qalam. Uyga yaqinlashib qoldik. ishdan tushib, mush yerda uchrashaylik. Abla takamga aytib qo'ying. Bizning ishimizni tezroq tutish qilsin. Ma'qul. Xo'sh.
Yasin. Meni tanıdın mı? Nemi qilmoqchisan? Anglab qo'y. Rana allaqachon meni ilkim ket. Nomussiz. Yo'lni boshla. Bu yaqindan beri ko'p chapotat. Shunglashqa obdan bir kutib qo'yaylik. Nima qarab tursa? Chiqsa. Sen yana mushundaq chatoq chiqarsa yo'q. Ya, xush qilimdilar. Bu yoqqa tur. Nima? Chapsa. Apa, nima ish oldi? Cho'ng opangdan xat keldi. U qattiq og'rib qopti. Rasma? Bichar cho'ng opam menga bek og'riqdi. Bichar cho'ng opang seni bir ko'rsam debdi. Sen berib cho'ng opangni ko'rib kelgin. Ma'qul, men darhol boray. Shunda qizim jenim balam. Men tanishlar orqali aeroplan bileti ap qo'ydim. At degan uchdi ekan. Kechikib qolsang bo'lmaydi jumi? Haz yaxshi bo'pti. Biroq doktorxonaning ishini doktorxonaning boshliqlariga men aytib qo'ydim. Bizning haliqi ishimiz. Sen ketavergin. Bu yerdagi ishlarga men bor. Cho'ng opangning og'rig'i eg'irlashib qolsa, oqing bilan yetib borman. Ma'qul, men tez mangay. Bichar cho'ng opam. Mushundaq paytda
u kız bu yerden ketishga unami? Uni Ürümchidagi cho'ng apisi bekib cho'ng qilgan. Cho'ng apisining og'rib qolganlik xabarini anglabla, hech nima qaramay menishga hozirlandi. El qisaraliqchi. Sizlar xotirjam bo'slar. Ishongan tog'da kiyik yatmabdi deb. Qizning nomida yozilgan shuncha ko'p to'yliqni ko'rib, cho'qqin ko'ngli so'yib to'ydan voz kechdi. Uning ustiga qizi uyda yo'q. Biz mushu paytda qo'l soldikmi? Bo'ldi. Ular ovozini chiqarolmayla shu joydalar qolib qoladi. Xotirjam bo'lsa, qiz ketishdan tam ishimizni boshlab ketamiz, ha? Malida bugun tushdan keyin bir ayol Ra'noning onasi evatdi deb ketgan. U bir patman narsa yozilgan bir tizimlikni ko'tarib ketdi. Mana bunga yozilgan narsalarning hammasini o'g'imdan qoldirmay olib beringlar deydi. Yo'q. Bu Ra'noning rayi bilan bo'lgan ish emas. Ay, shu diyor çiziyorlar. Badyan şüphe. Çiziyorlar. Badyan şüphe. Badyan şüphe. Baba. Ey juvaynimak, atdigan chiqib ketgandim. Mushaq qilding. Bizni atgan choy ichadiganligimizni uqmamsan, ha? Hey, Qodir. Yo'sin, nima ketyapsan? Og'rib qoldingmi? Yo'q. Opam og'rib qolgandi. Ra'noni izlab borsam uyda yo'q ekan. Doktorxonadamikin. Bo'ldi, doktorxonaga borma. Ra'no biga ruxsat so'rabdi. Opani nimishqa doktorxonaga kelmaysan? Opamning mang'ida kali yo'q. O'zim yolg'izlik qildim. Uning ustiga uyda yana buvam bor. Oyshamchu. Uning gapini qilma. Ketdi. Nega? Opisiniki ketdi. Ajrashiman deydi. Nimishqa? U uyga kelgandan keyin bizni kambag'alkan, qarzi ko'pkanda qopig'i ta'til ichilmadi. Uning ustiga opammi kasal bo'lib yetib qoldi. Qodirning maaşı chiqqandan keyin qarzining yerimini jazman berib etamiz. Yakshanba kuni bo'ladigan to'ylarga bir nechadan baqa qavatibdi. Shuning pul kerak bo'lib kelib edim. Bo'lmasa mayli. Men ketay. Ha. Xo'shamsa, turib qolsa. Qari so'lab kaslar, Qodirning maashi chiqsin deydi ekan. Birini Qodirning qanchalik maashi chiqadiganligini bilmamdikin, ha? Bu bekotilatlarning hammasini men baqandim. Men nima degan bitalay? Uncha bular xafa bo'lib ketmishlar bolam. Sizlarning to'yinglarni qilamiz deb qarzdor bo'lib qoldik. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Bo'ldi-la. Oxirgi berib. Nima qarz tutib o'xshaysizlar? Bu o'ydan bozroq ketkinim yaxshi. Hozir bir qalamda aytgan o'xshaymi? Normal deb qo'ysa, ketilmasmi? Shunda qilib ketib qoldi. Bunda xotinning maldiroq ketgani yaxshi. Ata, opangni cho'qim doktorxonaga olib borgin. Ma'qul. Do'stim, sen yana qarzdor bo'lib yurmagin. Buni oz olsin yana hisob qo'y. Buni Bo'ldi, yana hisob qo'y. At yakshanba doktorxonaga berib opangni yo'qlaymi? rahmat sana. Andaqda men ketdim. Shunimi to'y degani bo'lamdi. Ofat degan shuda. Ra'no nima uchun bugun uydami yo'q? Doktorxonadami yo'q? Bu zodi nima ketgandi?
Yok. Boşkan bıraktı geç şurada. Rast tozunmu oz ekepti. Qaytırıp etsin. Keyini qaytırıp etsek bo'lar. Qaytırıp Qaytırıp etayli. Çaqqan qaytırayli. Tutla, tutla. Anısı. Toyunu kamerga bolup deydi. Sana qaytırıp ketanglar. Bu qandaq gap? Qiz bilan yigit allaqachon to'y qaytini bo'lgan tursa. Toy qilganlarni ajrashidiku. Toy hit og'amiz nim bo'pti. Sizlar tizimlikkin to'liq akamagandiki, biz bu to'yni qilmaymiz. Buni Ra'na yasan qaytirib berib etding deb menga topshirgandi. Buni og'ach keting. Ben Ra'nani tepib, ko'rishib boqay. Aytib buyurmaysiz. Siz yapsın o. Shundoq. Sizni tanıyman. Ne işiniz vardı? Adam qacha. Men Ra'na bilan ko'rishmoqchi edim. Siz tek toy qilmay turiblar. Kaladak isib kiraveramsiz. Adab qoida deganni uqmamsiz, ha? Siz oshi bir tutam to'ylig'ingiz bilan Ra'na bilan to'y qilmoqchimi texi? Ra'na sizning oshi bir tutam to'ylig'ingizni ko'rib, nomusdan o'layli deb qoldi. Sizning g'azog'ligingizni allaqachon qaytirib etgan. Endi umidingizni uzing. O sarılıqның toy işini manmışның bilan şamalga uçurup etdik. Onun toy işi manmışның bilan tugidi. Endi şularning üzügili qoldi. Şunda qılayım. Düzlə. Qarası varsa. Düzlə. Opa! Ufkanın kızılda dengisi. Özden geçip gitti. Suya kıskattı. Özden geçip gitti. Ne mi dedim? Kızılda denge. Bu cıvı oynamak. Bunu kim epta gelikini bilemsen. Senin esbirini vermişsin. Patingi qani? Uçup ayzat etib ketdi. Saqlandı yetim oqlaq. Agar patingini topmaydigan bo'lsang, uy kirgich bo'lma. Rahmat sizga. Mavzuga. Ali aka, derhal telefon berip adamga aytib qo'ying. Chaqariq qaytib kelsin. Ayaqni elang. Yasinkan ular qo'g'lib etdi. Shuhrat adamni olmoqchi bo'lyotdi. Nima? Bu yoq kelana zodi nemish? Qaytiramiz. Keyin aka oldik. Qaytiramiz. Opa! 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 Opa!
Apa? Apa? Ha? Bu ishga shuhrat qo'l chiqibdi. Ha? Eliq shuhratchi. Nima? Cho'ng opamiz kasal emasmikan? Ular sizni aldabdi. Ular hozir jiddiy to'y tayyorlik qilyapti. Siz qaytib kelishlarda to'y qilmoqchi ekan. Siz qachon kelasiz? Ha? Nima? Nima? Men ish tayyorlayaptimi? Qachondan aeroplani? Bugun tushdan keyin? Bo'ladi. Men cho'qim aerodromga oldimizga chiqaman. Ha? Bo'ladi. Ma'qul. Ha, shunda qo'ysin. Bo'ladi. Ha. Ma'qul. Ha. Ma'qul. Sinirni, uydagi bir narsa qo'yni, ishlama aynakni, gilamni, bog'dagi mevlarni sotsak, yetmagan yeriga qo'lim qo'shlardan qarzab bo'lsimi, tizimliknikini to'liqlasak, sizlar yana bir berib boqamlar. Shunda qilgandimi, tal qilolmaymiz. Ularning nafsi bakmi cho'ng. Texnikaladan ikkini so'ysin deyapman. Faqat bo'lmaganda uyni sotayli. Bunda qilishga bo'lamdi ekan. Uy makonini setirsak, nayda o'tirib kun ko'chirmiz. Meningcha bu to'yni qilmayli. Yosin kelgandan keyin nasihat qil. Ata qiz bilan birga o'rib, to'y xidmini qaytarasin. Men sizni ila ko'ni joyda kutayotqali bir necha kun bo'ldi. Shundaqdimi? Xohlagancha uy kirimiz bo'ladi. Nemish oldi? Ha? Necha kundan beri nima qilyapsiz? Xizmat olanda. Agar siz meni rostimda tashlab o'taman deydigan bo'lsangiz, men darhol sudga boraman. Nimadan davsiz qadrligim? Ha? Bugun nima bo'ldingiz? Chechilib chiqapsiz, ha? Siz rostilla Ranan Yosindan tatolmoqchimi? Nimalarni da'vatsiz? Sizda go'zal jonanim endi tursa, uni nima qilatim? Bu yerda boshqa gap yo'q. Uni tag'amga tanishtirib qo'y degandi. Balkim ishlar bundoq oson emasdi. Rana bugun tushdan keyin qaytib keladi. Rostmi? Ishonmasangiz, aeroplan stansiyaga chiqib qarab yiqing. Shuhrat, biz to'yimizni qachon qilamiz? Endi kutib turamayman. Men bu toza taqqiza bo'lyapman. Kechqurun qo'ni jar berib, obdan maslahatishib olaylik. Bo'lamdi? Ha? Rasmi? Men sizni qachon aldab boqqan? Ha? Hozir nima ish qilmoqchi? Tushdi damalman, tushdan keyin ishga boraman emasmi? Amsi bundoq yosnimabsiz-ku. Siz kelishdan burun sirtdan qaytib kelishimdi. Opam o'g'lim ketmasin. Siz tezroq mang'ash turing. Bo'lamdi? Ha? Chiring. Hey, unutib qoldingizmi? Oqishkim chiqib ketdi. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Men uni izlab yurayman. Shahar kirib ketgandi. Texnik kamayotdi. Bir chatoq yo'l qilib qolgandi. Rananing ishini Men Ranani ishdan xabar topdim. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Men Yosni cho'qim izlab topaman. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. Oqshomlik Yosin bilan keling. Maslahatlashadigan ish bor. Agar polo tayyorlab qo'ysizlar, men kelaverman. Ay?
Ay, geldi, geldi. Aynen, ağabeyim geldi. Akila, elimiz özledi mi o? Sen kız biri götürürsün. Senlerini kim tanıydı? Yolu boşalt. Oy. Şamsalan bir de dost oldu. Ben sizni mastekeden apırıp koyayım. Keserim, ayrıplar sensin, teyya maşinesi var. Biz mahsus sizni ağlı geldik. Nimanda kaçlık kılsız? He? Mastekeden geley. Bırak. Sizden de kim haberimiz bulması gerek. Elakka benim ailem toyluk çıdımı için apınız onu kovulup etti. Şuna o sizden katlık nefretini atıdı. Bu işlerin sen bilen hiç kandak alakası yok. Yolun kuman. Kane, otur öyle. Nemi tatmısız? Bunun oturuyorlar. Şunda kılan Rana. Hayatlı bolup gelmen, kolumda kış kutuğunu kırıp bakay. Murat, ha? Sen onun darvasını çıl sakla, oldu. Ağzı aptozga yetişmemeyle, ondan onu övgüç yapıp koyayla. Ayrıp ben şükürlü 20 minut oldu. Rana'nın birden kütüp durmay ketip bağın nemesi. Onun keldi kalıqını başka adamı bilemdi. Ben onun adınızı çıkan dep enik etkan tutsam. Belki bir ahval bop kağandı. Bu iş bir aydanışıdı. Aka! Ha? Selime? O menin sığınım, ha? Qayıp geldin mi? Dadam opamla yakıştıratamdı. Əmələn ait yaxşı. Sizlerle beşmi sığındım. Anlasam toyağını yakınışıp kaptı deydi o. Kim göylenmekçi buldun? Ali məlumat yoldaş. Digerlerinizin hemmisi doğru. Akınızın toy işini məlik bağan dikin asta düşünüp kalasız. Bu ya. Tanıyamadın mı? Bu başlangıç meslek kızık sağık dışın eleyemez mi? Onun lakını maymun. Rastımı tanımaya kaptım ben. Uçakda takır baştanızı değil mi? Hem de çeçinizi bakıp yürümüşsek kızlar yartandı. Buldu. Ners gerekleriniz ne? Bu cancigar akınızdan reseptigi atın. Biz birge giteyle. Makul. Kilincek ağıl kilip. Sınırınızı hep getirgen bulduk da. Şöhret, rastımlı şuncu vala pulunu çıkıralamdı. Amine Hacca. Şunu gam kımısla, şöhret için pul digencik. O Rana'nı yartıp kaldı mı boldu. Asmandaki aynı mı üzülüş tayyar. Sola, ağzını ne desin şunu veri da. Kelgisi de kazan mı, çömüç mü, may buludu desle. Elbette. Rana. Apa, bu siz nasıl adını kıgınız? Şimdi onun obdarak nisat kıp koysa. Onun hayırbasak olmaydı. Şimdi özlerinizlerde mehkem toslacı mı? İş çıkıp kalk beni çakıralar.
Balam, şöhretlerinin kolu da pulu ba. Kolunu nergisini şer yetidi. Sen şunda kolligini ba bay adamga yapıp buluşka onu mu sen? Kiyin kondak kılımız? Apa, siz meni satmakçı mı? Balam, sen mening halimga yetkin. Mening bundan başka ilacım yok. Ular akang bilen ufkangning barliq to'y chiqimlarini ustiga olmoqchi bo'lgandan keyin men seni shohratga berishga qo'shildim. Hamma ahvol ana shundoq ishlab bitib qoldi. Yengilishga bo'lmaydi. Ular choyni o'g'illikka akirmoqchi bo'ldi. Rastını etsem, onun uygu üstüne kirip, ahvalını iniq bir bilip gelsem deyme. Ahval naiti aniq. Qizning opasi xalq olam oldida to'yliqni qaytirayotganiga qaraganda buni cho'qim qo'llayotgan odam bor. Hozirgi gap qizning ahvolini bilish uchun uning bilan darhol uchrasak bo'ladi. Menimcha, tağa mammamla aytgandek, atla ahali kamtutqa berib, to'y xetini qaytirib yutayli. Nima? Qaytirib yutayli? Shunda demasak Ra'no uydan qanday chiqadi? Ra'no. Sen nimaga kelding? Sening nima ko'ring? Sen demasangmi bilaman. Sen Ra'noni izlab kelding, shundaqmi? Qaytib berib saraliq aytib qo'y. Ra'no sho'ratni xonimi bo'lish oldida turdi. Bundan keyin quruq xabar bo'lishma. Senmi berib boyvachanga aytib qo'y. Ra'noning qalbi hargizmi sho'ratga taalluq bo'lolmaydi. Sen zaten nima ish kelding? Lalni ishlarni izlab keldim. Lalni ish. Bir parça so'ngak tashlab bersa, azizning ketkicha va vangshiydigan. Lalni ishlarni izlab keldim. Yalg'a aytma. Bu yerda va vangshiydigan ko'rmadim. Yaxshi qarab baq. Sen meni alda o'tsa, atgandan bir yerda va vangshiydiganlarni ko'rmadim. Tezdan yo'g'an ichib, izdanga, o'tdara qarab baq. O'shuni chiqibchi. Sen meni vangshiydiganlarni o'xshatmoqchimi?
Aliyasa! Mevlüde? Önerken nima qilsiz? Ranadan qaytib kelibdilar. Og'ir ketib qoldi. 2 kun bo'ldi, hech narsa yemay, bir naqshni past ovozda o'qib kelayotdi. Sho'xsatlar bir 2 kun ichida to'y qilmoqchiymish. Oldin xocham bozorni haydanga ko'ngil topqidek bir narsa akatdagin deb buyurg'andi. Ali aka, Ranadan yoshirin bir parcha xatni doktorxona boshlig'ining qo'liga olib bergin deb muobaganti. Xatni beradingizmi? O'z qo'liga berdim. Akam Mevlüde, Rana adingizga aytib qo'ying. O tan salomatligini obdan asrasin. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. Erta akşam oyla aqsiq chiqsin. Yazim bilan ikkimiz uni saqlab turamiz. Agar aplashmay qolsa, o'g'likka yana chiqsin. Bo'ldi. Rahmat sizga. Hey, bu. Oy. Jigit, siz bir necha kun burunla to'y qatnab bo'lgan-ku. Bu mening singlim bo'ladi. Siz bilan bir ish to'g'riliq so'zlashgani kelgandik. Qiz tarafdan vakili kelganda so'zlashaylik. Jigit, to'y qatnab necha kun o'tmayla sestra qiz Rana bilan yomonlashib qoldinglarmi nima, ha? Rana? Habibani so'lisimi? Rana qizning yana Anvar deb inisi bog'i deyman. Sen qanday bilasan? Uning otasi Amina Kerimova. Kechiring, sizni avval qilmay o'zimiz hal qilib olsaqmi bo'g'idek. Ko'ring bu tomoshani. Qizning otasi kimligini bilmay da'vo kelganini. Ha? Amina Kerim? Bana acayip tanış isim mi bu? Ha, şu mu ya? Vay. Halk doktorxonasizdagi Lishujima? Mana sen, yaxshitirdingizmi? Bir ishingiz bormidi? Bildim. Ata deganda cho'qim borman. Xayr. Ürün taraflarda nurg'unliga yoshlar ota-onasi xizmat ishlab to'yni oddiy sodda o'tkazadigan bo'ldi. Men ota-onamni ko'ndirgandan keyin uni onasini ko'ndirishim lozimda. To'yi bo'lmagan kelin qaynonasiga nasihat qilgan ish nima bor ekan? Yangi qoida, yaxshi odatlarni tashviq qilish hamma kishining majburiyati emasmi? Degan bilan yangi ishlarimiz taraqqiy qilib borgan sari o'syapti. Ishlar yaxshi taraqqiy qilyapti. Shunday. Biroq Rananing og'rib qolganligi noyitim yomon bo'ldi. Burungi planimiz bo'yicha Ranani sening uyingga o'rlashtirib qo'yaylik. Bo'ladi, shunday qilaylik. Apam uning holidan obdan xabar oladi. Akib qo'y. Amina Xatya, mehmonlar ketdimi? Ketdi. Ketdi. O'taslar. Qani. Asla. Sizin bezilgan narsalarning hammasini taltekis ekkagandu. Ha. Hammasini taltekis ko'ngildagidek ekibdi. Endi buningga rozi bo'lganlar. Rozi bo'ldim. Senin patamxon rozi bo'ldim. Ana bola ikkisining odamgarchiligiga endi o ishongan. Bundan odamlar bilan quduqdasan. Asla, qani, asla. Papa! Sana qani? Qarvatda yotibdi-ku. Yo'q, qarvatga qarab chiqdim, yo'q turdi-ku. Voy, bu nemish? Juslaq qarab baqaylik. Rana? Men sizga burunli degan emasmidim. Endi qanday qilamiz? Bu yerim kechida bir peshkanlik yo'li qilib qilishni saqlag'aysa. Voy, uyning oqibli cho'ng daryoda emasmi? Rost!
Oy, Rüstem, öde bakalım, Rüstem. Gelmedin ya harim, kulunga bardek oldu. Kulunga akış, şafalet yürek, yağdek oldu. La la la, la 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 la. Ola ola la 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 la. Şundan kıpı. Onunla işkemeydi nimeler. Şundan kıpı. Pulumni haylashni bilishsan. Ranani qo'li keltirib olsamla, pulim uchun, baxtim uchun. Ishtoq! O'sha. Rana! Rana ket! Bizni Rana ket! Julan aldığı çıkaylı. Rana! Rana! Oy patam kaça. Bir yerde nemiş kıpşırısız. Rana kını. Rana'nın nemiş ağaç gelmediniz. Yeni özgü akıllı hotun ki mi? Ne adamlar bu? Oy, Naman, çakkan öykü kaytmala, çakkan. Naman? Naman diyor kim o? Ben Naman emez. Siz beni tanıyamay kaldınız mı? Ben mesul kalmadım. Ben Rana gerek. Oy, şöyle, ondak kıma, hep buludu. Ranama opsi. Mundaktan, bu beni kıyılamazdı biten de. Ben sizinle uzunca görüşte arzuk sürettim. Siz görüş koyaydı. Tamam. Sen? Ben seni. Yıllık kıvanacağı saklığın 3 saat oldu. Toy işimiz doğruluk. Mesut işimizi gelmesmeden. Neymiş ki bağmaysa? Ben... Cüsle, bir yerden kiteyli, çakkan. Sen beni halaket yolu kısa verme. Sana şunu eğitip koyay ki, sen eğer rastın bilini taşlayıp deydiğin bolsan, senin iştiranın hemmisini halk alem aldı çok deseyme. Dünyadaki gepleri kışırsam oğlum. İyi, bende günah yok. Günah Moşula da. Moşula beni araç kız meskip koydu. Şemmesi sonra pek... Şundak. Günah bizde. Onu meskip koyup, silahlardeşken kayga maramay kaldı. Rana tep... Bildi mi? Rana ko'ngil bilib ketibsiz bu. Bu daryo o'zini tashlabdi. Opa, o'cham keldi. Oo! Salima, kiring. Apa, nima geldi? Keling kızım. Rana'dan haber var mı? Rana'dan endiş kılmam. O herkes çatak çıkarılan kız demez. Bu beni oturmakta tıksak düşün. Yaxşı mesele. Oturun. Oturun. Amin kerimni uyumuşu mu? O halkamcık kadar kepti. Çok ya. Aslında sizkensiz de. Amine. Beni tanıyaldınız mı? Sizli, hilaki yer ıslahat hizmet deydi işleyen
Yoldaş Hasan'ı deymi? Doğru ettiniz. Ben şu vakit Hasan. Kesle. Ozalma. Otasla. Oturun. 30 yıl oldu. Şundak. 30 yıl ötüp gitti. Siz şu peti turupsiz. Ne ki mi? Kerip gettik. Ha? Memtiken bir yer gitti mi? Hizmeti yetkilip Beijing getkili 2 yıl olup kaldı. Oy. Sile kandak kılıp biz taraflar kep kalla. Bir iş bilen kilemedim. Anlaşımca kızınızdan söyleyen yigiti bilen toy kılışı koşulmaydı siz. Muşiyet hakikaten rast mı? Sizge şunu etip koyayım. Belli ki nurgun pul heşlep sizge küye olmakçı olan şöhret degen tazı bir düşecek nerse. O hükümetin bazar sodusu ruhsat kallardan paydalanıp hemme eskiliklerini etçesilik bilen şoğlunu atırdı. Siz onu aldam halkısız düşüp etmeyin. Boldu endi unutulgu anıtla. Men hemmini uqып oldum. Biroq men qizimni ilik saralık soltek muallimge beramayman. Rana, yezinin ait yaxşı, münevver okutkucusunu yaxşı görüptü. Ula, partiyanın konu adetlerini özgertip, toyunu oddi sadda yeniçi öküz çakırığını açtıp kolladı. Bu nimedige yaxşı iş. Aynı vaxtıda, sizler memtekan bilen yeniç toy kılıp başlamçı oğallığınız isinizdi. Amine, o nimedige isli fazilet. Manemde yaşlarının nikah erkilliğini, oddi sadda yeniç toy kılışını kollamışsınız. Bu kandak oğunu. Bunun cemiyet kandak yaman tasir verişini oylamadınız mı? Rast etdilar. Yaman ta'sir bo'lishini o'ylamaga yadi emasman. Ularning to'y qilishig'imi qo'shilmayman emas. Lekin hozirgi vaqtda to'y qilish o'tgankiga hargizmi o'xshamaydi. Albatta, hozirgi burunga o'xshamaydi. Xalqning turmushini aytib o'sdi. O'z layg'ida to'y qilishga imkoniyatmi bor, biroq ba'zilar to'yni bahona qilib mol dunyo yig'olmoqchi bo'lyotdi. Zarur bo'lmagan rasmiyatlarni ko'paytib, to'yliqni bahmu eg'irlashtirib boradi. Hozirgi zamonda to'yliq so'g'i salam olmaydigan qiz nadi va? O'g'limning o'ziga topgan loyig'i oliy maktabni bitigan qizkan. Uning to'yligi cho'qim eg'ir bo'ldi deysizlar. Apa, bo'ldilar. Bu qiz yaqinda oliy maktabni bitigan. Salina. Sizda tekmi? Seni belki bilmeydiğalla. Hazır nurgulluğa yaşlar ota-anasının qo'llashi bilan to'yda o'zaro so'g'anmaydigan bo'ldi. O degan tashviqot, chaqiriq. Amaliyotda undaq ish zodi yo'q. Ra'nodak ahmoq qiz nadi va? Yigitining so'g'i salam og'idak pulining yo'qligini bilib turib, şunu tegimen dep tersalik qilib turib elyotdi qarsılar. Ra'no qizning bu ko'z qarashiga nihoyat qoyilman. Qoyilman? Undaq bo'lsa, o'zingiz daqiqmi? Siz to'y qilgan vaqtingizda yigit tarafdan hech qanday so'z salom olmay to'y qilishga ota-onangizni ko'ndira olamsiz? Opa, undaq gaplarni qilmag'ala. Kelini havada bo'lib qasla. Ota-onam hech qanday so'g'i salom olmay yenichi to'y qilishimga allaqachon qo'shildi. Shunga bizning to'yimiz yaqin orada bo'lsa-mu, yigit taraf xotirjam ansirmay xizmatini ishlayotdi. Anglashimcha, qaynonamning so'qig'idek hech qanday iqtisodi yo'q-ki. Qarz oldigan, narsa kerakligini sotadigan ishlarni qilib tushunmabdi. Yaxshi. Nahaydi yaxshi. To'g'ri joyda ish yo'qdi. Makaramatni qarang. To'yli qilmaydigan qiz mana oldimizda turibdi. Men sizni tabriklayman. Siz cho'qim baxtli bo'lasiz. Sizni ko'rgandeklik qilaman-ku. Ha, o'qituvchi Yosinni singlis emasmisiz? To'g'ri. Yosinning singlisi, biroq shundoq. Aytana, yigitimiz zodi kim o? Bu nihoyat yaxshi uliga. Buni kang tashviq qilishimiz lozim. Halima, aytaveram.
Sözlerin kızım, bu yerde yigitni tanıydiganlar yoktu. Nimeden korksun? Salima? Ha? Bu öyle Selime degan kız emas mı? Şu, Anda olsa bu yigit kim o? bu benim çoğun oğlum. Ha? Tam tepişipti. Aynı vaqtda sizlar Memtakam bilan yangish tortib boshlamchi o'g'illigingizni esingizda-da. Uyumadılar. Onun atisi özün deryaga taşlap ölü attı deydi. Vay, hay! Hep bakalım toyluk! Soğusalarını bir-birine yandırmak yapırım. Bunu qaytırıp kelmeydiğen bolsanız oğlum Şöhrettin gözünüzü görsün. Ben Arslan ekeldik. Atam kaça, bu Arslan'ı bir-birine ötküzmezler. Hey! Nerede onda kasa iş varken? Sana vergen ne akbıl, ne eskirek, oğuz digende ne cüzüye gitdi. Sen bunları kaytırmayı durup, toyluk kaytırış kardeşim endime. Oylandı çikilen dep oyluma. Ottan aça, bir kıtım iltifat kızla, kiyimlerini kiyip dimen, pullarını hıclap koyup dimen, emdi o Arslan ne demedi? Yap boğulum, işit boğulumdan benim nemi karım. Bügen karap durup oylandın, ünlü görüntüsü çıkıdı gel, herkes başarı görüntüsüydü. Mustafa onu verelim. Peki. Habiba, halkınızı verin. Siz halkınızı verin. Sıra kaça. Sizler nimanca açıklayla. Zaten kaçam işit koygan nerseni biz söyleyiteyle. Baksan bulandı. Bunu keyin özümüz bir narsa işemiz Mavlana narsani qaytirib Ma'qul. Bir paltoliq sokni. Bir dan ün algı. Bir ko'nglaylik jipakroq. Bir juft sarpan. Shundoq qilib, biz oxirgi qildik. Şöhretning onasi qanday oldu? O xotin. Balam Şöhret, ne desen? Deb qashlab qoldi. O kim o? Sofiya! Sofiya! Sofiya, bu keshtilar ketyapsiz. Onun bilan to'y to'g'riliq maslahatlashib uchun ketib boraman. Kim bilan? Kim bilan? Shuhrat bilan. Uxlamsiz? Uning bilan jur'at qilib bir necha oy oldi. U hozir qayerda? Ko'l bo'yida saqlab turdi. Xo'shamsiz? Şöhret ona bilan to'y ish to'g'riliq maslahat qilmoqchi bo'lsa, nima uchun mushundaq bir chat joyni tanlab maslahatlashadigandu? Sofiya, qarang. Kashf nazara nima degan go'zal a? Shundoq. Biroq kun o'ltiribdi. Jirim, ayaga chiqaylik. Sofiya,
Men sizga shuncha ko'p o'zirxolik aytsammi, yanılamanda ranjiyotamsiz. Siz burun. Ben sizning har qanday talablaringizni o'rinlayman. Ben sizni mangu baxtli qilman degandingiz emasmi? Aman endi men hammadan ayrildim. Amirg'im, ozroq taqat qiling. Hozirlar menga baxt kirasiz. Qo'lini tut. Kaptan ketin! Ulan güzel kayda koysam. Sakın bağlaş. Kımırdıma. Şöhret sen kol elinde. Etmin var. Hayır. Sofiye. Gözümü beçim. Gözümü beçim. Sofiye. Sofiye. Naşa. Ben hemini topşiray. Barlık kılmışımı topşiray. Hemini topşiray. Mevlüde? Yoldaş, birden turup dursanız ağa kızgış kegil gidin bat dep koysam. Boludu. Mevlüde? Kelin, kelin. Aliyasa, opam mening maktab yurib o'qishimga ma'qul bo'ldi. Bilasizmi? Sofiya, sen demag'in to'ng'u. Men seni yo'qlab kirdim. Rana. 我很好，谢谢。 Özümge. Mehmeciğim. Oldu ko'nglingni buzma. İşler o'tib ketdi. Endi olg'a qarash kerak. Kelgusida cho'qim yaxshi bo'lib ketsa. Qodir. Kirsam bo'lamdi. Kiring. Sofiya, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Rahmat. Sizga. Ko'nglingizni buzmang. Sen beni şöyle sizindirip saklap durdu. Benim ha? He. Baba. Benim balam. Sen ne küçülgün. Baba. Balam. Yasin bilen toy kılışınga koşuldum. Yeniç toy kılışınga mı koşuldum. Mevlüde, bir yer girmeyelim. Aldı bilen Sofiya adınızı görüp çıkayım. Makul. Yürü. Yürü balam. Uyumuzga berip toyning tayyorligini qilaylik. Baba. Demeli şu yemiş o mu? Ama şu, kirim. Aminaxon, har qaysilarining oldilariga 7-chi qatim kelishim. To'y ishini endi qanday qilamiz? Albatta bolalarning orzusi bo'yicha qilamiz-da.
Rana kız, köl boydu sizni yasın saklap kaldı. Bol balam, çapsan bol. Mal. Bol.